Assalomu alaykum. Vodiy Traktor.uz obunachilari. Bugun sotuvimizda 2016-yilda ishlab chiqarilgan 892 traktorimiz. Traktorimiz balnichli mo'sidan bo'ladi. Holatlari mana. Oldi balonlari, radnoy balonlar belshinada turibdi. Bir 30-40% yirtiq pirtiqlari yo'q ekan. Hop, traktorimizda motorlar antifrizda. Ana ko'rib turganingizdek, qo'l savat qilingan. Korobka zadniy mo'slari ochilmagan. Ko'jiqlarda suvarkalari yo'g'idan. Traktorimizda orqa balonlari ham 30-40% atrofida akalar. Mana traktorimiz ishga tayyor holatda sotuvga chiqyapti mana. Orqa qismlari hech qanday bunni muammosi yo'q. Olib borasizlar, ishga solasizlar. Traktorimizda mana pastki qismlari bunday hamma joylari mana. Oldi kardani bor. Buni beriladi. Yo'lda yurgan uchun olib qo'yilgan akalar. Mana ichki qismlari, yon eshiklarda ham hech qanday muammolar yo'q edi. Traktorimiz mana eshiklari, hamma joyi, salon qismlariga o'tadigan bo'lsak, salon qismlari mana poliglar, polni shumka bo'lgan. Orqa qismlar, ko'jalar hamma yo'q butun. Torpedalar ishlab turibdi, xudo xolasa.